Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Xabar kanalımızga hoş geldinglar. Bugün 6. ayının 21. kuni, mushu bir 2 kundan buyon Xitoy davlati ichidagi sosyal medialarda har xil shaklda keng bir muhim xabar tarqalib yotibdi. U bo'lsa-mu Xitoy Kompartiya siyosiy byurosining doimiy komitet a'zosi Han Jing xalqaroliq jazolash tizimligida o'rin oldi. Lekin Xitoy hukumat tavalligidagi tashviqot axborotlari jimjit turgan. Lekin Xitoy tashviqot axborotlari jimjit turgan bilan xuddi chashqanning ug'isiga suv kirib ketgandek Xitoy Kommunist partiyasi siyosiy byurosining doimiy komitet a'zolari o'pir-to'pir va alaqsodi bo'lib ketgan. Lekin Amerika davlati Xitoy yuqori amaldorlarini jazolash xabari tarqalgandan keyin dunyodagi sosyal medialar va Xitoy davlat ichidagi to'rdoshlarning qarshi elish vaziyati ko'rilgan. 6 ayning 10 kuni Amerika Avam palatasining 150 ga yaqin a'zolaridan tarkib topgan Cumhuriyet Partiyasining tadqiqot komitetining e'lon qilgan davlat bexatarlik strategiyasi dokladida bevosita Xitoy Kommunist partiyasiga qarata eng qattiq jazo qo'llangan. Bu to'g'riliq mazmunlarni biz 6 ayning 12 kuni anglatgan. Bugün yana takrorlab o'tdik. Amerika davlat bexatarlik strategiyasi dokladda yozilgan mazmunda bütün Xitoy kommunist a'zolari va Xitoy kommunist amaldorlarining hammasiga Amerika davlatiga kirmaslik, Amerika davlatiga kirish vizasi berilmaslik, hattoki Xitoy Kompartiya siyosiy byurosi doimiy komitet a'zolarining 25 nafar yuqori qatlam amaldorlarini qor tizimliqqa olgan. Buningdan boshqa 205 nafar markaziy komitet a'zolari, 171 nafar markaziy komitet qo'shimcha a'zolariga og'ir jazo qo'llanib, bularning hammasiga Amerikaga kirish vizasi berilmaslik, hatto ularning oila tabobatlari, urug' tuqqan bola-chaqa xo'lim xo'shlaridan tortib birdek jazo qo'llanib, ularning hammasini qor tizimlikka olgan. Buningdan boshqa Xitoy Kommunist hokimiyatining ochgan 19 navbatlik qurultayiga qatnashgan 2280 nafar qurultay vakillariga Amerika davlatiga kirish cheklanib qolmasdan, hattoki bu 2280 nafar vakillarning bola-chaqa, urug' tuqqan xotinlari qadar Amerika davlatiga kirish cheklangan. Dokladda yana Xitoy Kommunist partiyasining chet davlatlarda ilib borgan ta'sir kuchi harakatlari milyonlagan Uyg'urlarni Xitoy lagerlariga so'lganligi, Hong Kongning erkinligiga jazo yurgizganligini alohida tilga olib, yuqorqi so'zlab o'tgan voqealarga bevosita chetishlik Xitoy amaldorlariga zarba berdi ekan. Yana alohida eskartishda Xitoy Kommunist hokimiyatiga munosabatlik birlik sep xizmatiga qatnashgan bütün Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish, Xitoy yuqori qatlam amaldorlariga jazo yurgizish. Bundan boshqa Amerika davlat bexatarlik strategiyasi degan dokladda alohida ismi yozilgan va bularga og'ir jazo yurgizdigan ismlar Xitoy Kommunist partiyasi markaziy siyosiy byurosining doimiy komitet a'zosi Wang Yang, Han Jing, 2 nafar yuqori amaldor, Hong Kong va Makao ishlariga mas'ul xo'jayin Chabaolong, Hong Kong birlik sep xizmatiga mas'ul xo'jayin Lo Huining, Tibet Partikom sekretari Wu Yingji, atalmış Xinjiang Partikom sekretari Chen Quangu, Zhao Keji qatorliq shaxsiylarga zarba berdi ekan. Bularning chet eldagi mol-mulklari va oltin kumushlarini to'ng'itib jazo berishning o'zilam Hong Kong rayoniga jazo berishning darajasidan ishib ketar ekan. Mana bu 36 yilining ichidagi qaynayotgan qozonning o'tini tatib etish taktikasi ekan. Qaynayotgan qozonning o'tini tatib etish taktikasi Xitoy diktator hokimiyatining yiltizini tegidan qo'mirib etish taktikasining bir qismi ekan. Bu qitimqi dunyo xarakterlik chiqqan cho'ng bo'ronga duch kelgan Xitoy Kompartiya siyosiy byurosining doimiy komitet a'zosi Han Jingning chet davlatdagi millionlagan mol-mulklari oshkorlanibdi. Ya'ni uning chet eldagi bolalari va oshnalaridan tortib tizimga ilinibdi. 6 ayning 16 kuni Hong Kong va Tayvan medialarda aytilishicha, Xitoy Kompartiya siyosiy byurosining doimiy a'zosi Han Jingning Amerika
Avstraliya, Singapur, Hong Kong qatarlıq yerlerdeki altın kumush boyliqlarining tizimligi rasmiy anga ilinib, Xanjangning chet eldagi oshnasining ismi Gao Suqing bo'lib, 1978-yili 6-oyning 28-kuni tug'ilgan ekan. Shanxay shaharlik partkomning ichida ishlagan bir xizmatchi ekan. Uningdan topgan bir haromliq bolasining ismi Han Huashi bo'lib, 2005-yili 11-oyning 12-kuni tug'ilgan ekan. Qo'lida Yangi Zelandiyaning mangulik salohiyat kinishkisi bo'lib, hozir Avstraliyada yashab yetibdi. Xanjangning ayoli Wenming va oshnasimi Avstraliyada turib yetibdi hozir. Aytishlarga qaraganda Xanjangning yana bir qizi bor ekan. İsmi Xanshu ekan. 1986-yili 10-oyning 15-kuni tug'ilgan ekan. Hozir Avstraliyaning pasporti bo'lib, Avstraliya yashirzarlik shirkatining boshqaruvchisi ekan. Xanjangning Amerikadagi mol dunyosi 3 milliard Amerika dollaridan oshadi ekan. Uningdan boshqa Shabaolong, Lohuining, Chengchango, Chowkoji qatarlıq parxor amaldorlar hozir Amerikaning ma'lum bir boylar klubining a'zosi ekan. Yillardan beri Amerika davlati Xitoy parxor amaldorlarining mol dunyolarini to'playdigan yerga aylanib qolgan ekan. 7000 dan ortiq Xitoy parxor amaldorlari butun mol dunyolarini Amerika davlatiga yo'tkab to'plab olgan ekan. 2010-yili Xitoy Markaziy partiya maktabining bir amaldorining oshkorlashicha 1,180,000 Xitoy amaldorlarining xotin bola chaqalari chet davlatlarga makonlashib bo'lgan ekan. 2008-yili Hong Kong medialarida oshkorlagan ma'lumotga qaraganda, nurg'unlagan Xitoy amaldorlari va harbiy generallarining millionlagan oltin kumushlari Amerika davlatiga yo'tkab kelib yoshagan ekan. Xitoyning bir qism cho'ng amaldorlarining Amerikaga yoshagan so'misining soni trillionga yetadi ekan. Ularning xotinlari ko'chman bo'lib kelib, Xitoydagi yo'ldoshi bilan ajrashgan shaklni paydo qilib, pul to'plagan ekan. Aniqlashlarga qaraganda, Xitoy markaziy hukumatining %91% Xitoy amaldorlarining ayol bola-chaqalari chet el davlatlariga ko'chman bo'lib, chet el davlatlarining uzun muddatlik salohiyat kinishkilarini ilib olgan ekan. Xitoy kommunist siyosiy intizom organ amaldorlarining %88% amaldorlarining xotin bola-chaqalari chet elga ko'chman bo'lib chiqib ketib, o'zlari Xitoy davlatining ichida hech nimasi yo'q proletariat amaldorlariga aylanibdi. Hozir Xitoy amaldorlarining chet eldagi mol-mulklarini jamlaydigan bo'lsa, astronomiyalik songa aylanib bo'libdi. Endi Jiang Zemin oilasi parxorlikda birinchi o'rinda turdi ekan. Xitoy va chet elda to'plagan mol-mulk va pul so'misi 500 milliardga yetadi ekan. Prezident Trumpning alohida eskartishicha, Xitoyning Shanxay guruhi Amerikadagi mol-mulkini to'g'nitish gap so'zlari tarqalgandan keyin Jiang Zemin oilasining Amerikadagi 500 milliard naqd puli to'nlab ketadi ekan. 2018-yili Kommunist Xitoy hokimiyatining qurol-yarog' ishlariga mas'ul yuqori darajalik amaldor Li Shangfuga jazo yurgizib, Amerika davlatiga kilamaslik va Amerikadagi butun mol-mulklarini to'nlatgan ekan. Shu kundan boshlab Amerika hukumatı Xitoy organlari emas, balki Xitoy organlarida ishlayotgan yuqori amaldorlar va shaxsiylarni jazolash tadbirini boshlagan ekan. Endi bu yil 6-oyning 10-kuni o'tirib qo'ygan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish doklati Amerika manfaatiga tahdid qilayotgan Xitoy kommunist amaldorlari Xitoy kommunist amaldorlarining chet ellarga ideologiya tarqatadigan yaloqchi amaldorlarini yig'ibla biroq jazo yurgizdi ekan. Bu orqali Xitoyga yer shari xarakterlik Magnitskiy jazosini yurgizdi ekan. Bu Magnitskiy jazosiga uchraydigan Xitoy kommunist amaldorlari Uyg'urlarning kishilik huquqiga tajovuz qilgan, Hong Kongning erkin demokratiyasiga va Uyg'urlarning insondek yashash inson haqqiga ziyonkashlik qilgan Xitoy kommunist amaldorlarini nishonga oldi ekan. Undan boshqa Tibet xalqining inson huquqiga tajovuz qilgan Xitoy kommunist amaldorlarini Amerika davlatiga kirgizmaslik
ve ularning Amerika ve xalqarodagi bütün mal-mulklarini to'ntib etish mazmunlarini o'z ichiga oladi ekan. Bundan boshqa Xitoy kommunist hokimiyati 90 million Xitoy kommunist partiya a'zosiga ega bir diktator hokimiyat ekan. Shunga Xitoy kommunist hokimiyatining eng yuqori darajalik 25 siyosiy bürosining a'zolaridan boshlab toki Xitoy kommunist 19 qurultayga qatnashgan 2000 dan ortiq a'zolaridan tortib Xitoy harbiy amaldorlari va ularning bola-chaqa urug' tuqqan xotinlariga qadar Amerika davlatining jazosiga uchraydi ekan. 2011-yili Xitoy kommunist hokimiyatining eng yaqin og'insi bo'lgan Kazafining Amerika va Angliyadagi 37 milliard Amerika dollari pulini to'ntib etgan ekan. İtaliya bilan Gollandiya 9 milliard yevrosini to'ntib etgan ekan. Kanada bilan Avstriya 6 milliard dollarini to'ntib etgan ekan. Fransiya davlati 1 milliard yevrosini to'ntib etgan ekan. Shveysariya davlati bo'lsa 900 million Amerika dollarini to'ntib etgan ekan. 2018-yili 7-oy mezgilda İran davlati amaldorlarining Amerikadagi 5000 dan ortiq urug' tuqqan bola-chaqalarini Amerikadan qo'g'lab chiqarib 150 milliard Amerika dollar pullarini to'ntib etgan ekan. Bundaq aytganda Xitoy kommunist hokimiyati bilan eg'iz burun yalashgan boshqa davlatlarmi balo-qazoga uchragan. Əmdiki xalqaraning hisob so'roq qilish navbati Xitoy kommunizm yo'lida mengayotgan diktator, zolim, arxur amaldorlarga kepti. Bugungi qisqa xabarimiz mishagicha davomlashadi. Hammanglarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.